Men, bolam va pul. Bolalar va o'smirlarga mo'ljallangan tarbiyaviy asar bo'lib, u moliyaviy savodxonlikni shakllantirishga qaratilgan. Oddiy va hayotiy misollar orqali yozilgani uchun o'qishga yengil va tushunarlidir. Asarda asosan ota-ona va bola o'rtasidagi suhbatlar orqali quyidagi mavzular yoritiladi. Pul qayerdan kelishi, nega odamlar ishlaydi, pulning qadri. Bolaga tushuntiriladiki, pul oson kelmaydi. U mehnat natijasidir. Har qanday pul ortida mehnat turadi. Ota-onaning ishlashi misol qilib ko'rsatiladi. Bolaga mehnat qilishning ahamiyati tushuntiriladi. Bu asarda pulni to'g'ri taqsimlash, ortiqcha sarf-xarajatlardan saqlanish, jamg'arish odatini shakllantirish, reja asosida pul ishlatish asosiy g'oya hisoblanadi. Asarning tarbiyaviy ahamiyati esa bolalarni mas'uliyatli qiladi, tejamkorlikni o'rgatadi, mustaqil qaror qabul qilishga yordam beradi, moliyaviy madaniyatni shakllantiradi. Xulosa qilib aytganda, Men, bolam va pul bu nafaqat pul haqida kitob, balki hayotni to'g'ri yo'lga qo'yishni o'rgatadigan asardir. Har bir bolaga pulni qadrlashni, mehnat qilishni va kelajakni o'ylab yashashni o'rgatadi. Men, bolam va pul pulni emas, hayotni to'g'ri boshqarishni o'rgatadigan qimmatli kitob. Qadrli kitobxon, ushbu asarni o'qib chiqishingizni tavsiya qilib qolamiz.